Yaxşımısınızlar dostlar? Biz bugün qovurq qordaq tayyorlashni birlikda o'rganib bitaylik. Oldi bilan qovurg'ini cho'ng-cho'ng qilib parchalab olamiz. Ko'k qizlarni uch-birjak qilib to'g'rab olamiz. Yangyoni cho'ng-cho'ng yog' cho'ngligida to'g'rab olamiz. Seriq qizil sabzlarni o'xshash cho'nglikda to'g'rab olamiz. So'm piyoz, zanjir, samsak qatorliqlarni to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qozonga alnuri tunji siqim birinchi sap qo'noqmaydan 50 gram atrofida qo'yib, yog' qizigandan keyin qovurq go'shtini silib qo'raymiz. Göz sarg'ayganda qizilmish chanalni silib, qizartib qo'rib olamiz. Go'shtga suv qo'yib 5 minutdan 8 minutgacha qaynatamiz. Arqadan zanjir, sabzlarni silib 5-10 minut qaynatib bo'lgandan keyin yong'on solamiz. Arqadan muvofiq miqdorda tuz silib, yarim soat atrofida dumlab pishirib olamiz. Go'sht yumshoq pishgandan keyin ko'k qizil loza, samsak, sumpiyat qatorliqlarni silib 2-3 minut dumlab olgandan keyin taqsiga olib iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Sizning uyingizda sinab ko'ring. Al-Nuri mahsulotlarini mag'azasiga sepib qo'ydim. Setib olishni unutmang.